Assalomu alaykum. Bugun o'g'il farzand ko'rgan yosh ota-onalarga muhim bo'lgan mavzu kriptorxizm haqida suhbatlashamiz. Kriptorxizm kasalligi bir yoki ikki tomonlama urug'donning yorg'oqqa tushmasligi tushuniladi. Homiladorlik paytida urug'don bolaning qorin qismida joylashgan bo'ladi. 9-oyning ikkinchi yarmiga kelib to'liq yorg'oqqa tushgan bo'lishi kerak. Agarda kanalda jarohatlar, chandiqlar yoki kanal torayishi hisobiga urug'don tushmaydigan bo'lsa, bunda qorin qismida, bel qismida yoki chol kanalida qolib ketgan yoki tutilib qolgan bo'lishi mumkin. Endi klassifikatsiya bo'yicha kriptorxizmning ikkita turi bor. Bu chin va soxta kriptorxizm. Chin kriptorxizm bu to'liq kanalda qolib ketadi, yorg'oqqa tushmaydi. Soxta kriptorxizm yorg'oqqa tushib, yuqoriga chiqib tushib turadi. Bu soxta kriptorxizm hisoblanadi. Endi tekshiruv metodlarida avvalambor ota-onasi yoki vrachlar tomonidan urug'don paypaslab ko'riladi. Agar shunda ham aniqlanmasa, unda ultratovush tekshiruvi, Doppler tekshiruvi asosida tashxis qo'yiladi. Endi bola urug'don aniqlanmasa yorg'oq qismida, unda 3 yoshgacha dori muolajalari bilan davolanadi. Agar 3 yoshdan keyin ham tushishi kuzatilmasa, unda operativ lecheniya qilinadi. Nimaga kriptorxizmni to'liq ko'rib, vaqtida aniqlab, vaqtida lecheniya qilishimiz kerak? Sababi bu kelajakda bepushtlik kasalligiga olib kelishi mumkin. Bizning vazifamiz va bizning maqsadimiz sizning sog'lig'ingiz.